Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Yine Xudo xolasa zakazlarimizni bitirib oldik. Bu kotelimiz 300 kvadrat yere koyulacak. Üzerimize Xiva tumanına yetadi bu. Zakaz asasında o'tib berdik bunu. Bu kotelimiz Qo'shko'pir Kirovga yetadi. Bu ham 370 kvadrat joyga qo'yiladi. O'zi bu kotellarimizning ikkisi ham 400 kvadratdan ziyod yere qo'yishga mo'ljallangan. Zapasi bilan yatirilar. Yine bu kotelimiz 180 kvadrat yere koyulacak. Bu kotelimiz Xudo xolasa Qoraqalpog'iston Beruniy tumaniga ketadi. Şimdi kim ekonomik kotellar kerak bo'lsa, murojaat orasida Xudo xolasa chiroylatib shunday taxlab beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Красивый, cho'tcha deb taxladik buni. Kotellarimiz razmerlari bilan tanishtirib beraman. Bu katta kotellarimiz razmeri 30-30 bo'ladi. Balandligi 85 sm bo'ladi. Bu kotelimiz ham shunday. 30-30. Balandligi 85 sm. Bu kotelimiz 26'da 27'den teşkil edildi. Balandligi 65 santim oldu. Görüp bararsa Xudo xolasa hazır yaz faslında kotellarimizni skitcha qo'yib qo'yibmiz. Ulgurib qolin. Shunday chiroylatib o'tib yetkazib beramiz. Liboy yoqilg'ida ishlaydigan kotellarni o'tib beraveramiz zakaz asosida. Odun, gaz, ko'mir, atrobotka. Telefon rakamlarımız 99'lik 963 53 50. Materiallarımız falan kalınlıkta işlep veremiz. Kotellarını bir kişi. Yaşam korpusunu bir kişi neleri. Boşlarını görüp koymuşlar. Bu lislerimiz. Kalın üçlük, 2 yarımlık, 208'lik zakaza qarab o'tib beraveramiz. Hamda zakaz objet ko'rlarimiz.